Assalomu alaykum. Ya kim edi ismi sizni? Said Mahmudova Zuhra. Zuhra opa, salom. Umringiz bizni to'g'ri qabul qilasiz. Mana bittasi go'sht olib kelgan ehsonga mana xolodilnikda go'sht olib kelgan mana sizga. Sizlarga insonlarga yordam berish kerak mana. Go'sht anti qo'ying, unda mana qo'ysiz. Mana suv ham sizga mana. Suv, go'sht. Keyin mana bitta hop. Non qo'ydim mana non. Mana non kerak mana. Tani so'bisi. Hech qilmay xudo xolasa sizga qarab qo'yishmaydi anaqa. Masjid qavmlari ham mana xurmo. Ramazon oyida nima qilib duo qilasiz, xo'pmi? Xo'p, yana nima qilsam ekan? Xo'p, xudo xolasa siz xavotir olmang. Siz yolg'izlatib qo'ymaysiz mahalla. Avvalama halol ayol ekansiz. Mana qanchadan qo'yasiz? Bir oy qilib boshiga chiqadi. Mana bitta boshqalar o'sha pul so'rab kelmaysiz. Faqat bir kelib qolasiz. Mayli, hurmat qilamiz sizni. Ishingizga rivoj baraka bersin. Xo'p, hech xavotir olmang. Biz tashab qo'ymaymiz. Hech qachon mahalla tashab qo'ymaydi. Masjidga qavmlar tashab qo'ymaydi sizni. Bizdan faqat duo qilsangiz bo'ldi. Ana boshimiz ro'zani Xudoy qil boshligi mana qavmlar kelishib turib, sizga mana shu narsani beryapmiz. Barib Alloh uchun bergan narsa. O'zi aslida odobli bo'lsa insonlar shu o'zi olib borib berish kerak. Shunaqa muhtojlarni bilib turib tashab ketish kerak. Xudo xolsa bu anaqadan keyin sizga hamma yordam bersa kerak deb o'ylayman. Mana buni anaqa boy kambag'al deyilmaydi. Xudo bergan rizqini Alloh shu Ramazonni yaxshi qilar ekan. Siz tani savob opa hech qilmay, mana shu yerda masjid bor, duoda bo'lsangiz, Xudo xolasa sizga tashab qo'ymaymiz. Xo'pmi? Tani savob. Bir duo qilib beringchi, ilohi bo'lsa. Ilohim, tinchlik shu yerda ishlayotgan, menga yordam berayotganlarni tan joyi sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Juda chuqur bildiraman. Allohga rahmat, salomat bo'ling. Men bu pulam sizga opajon. Mana 150 ming sana, qo'li sana olaman 150 so'm opajon. Mana shu xalqqa, men ana qavmni duo qilasiz. Ana 150, to'g'rimi 150 so'mmi? Ana duo qilib yaxshi yetmagansa olib anaqa faqat osh ovqatga kerak, to'g'rimi? Non pollarga ishlab turing. Eshigimiz hamisha bachcha Allohning o'yi hamisha sizlar uchun ochiq. Bexijolat kelib anaqa so'rasa iloji bo'lsa beramiz duosi, xo'pmi? Tanisiz sizga. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p.